Assalomu alaykum ahli YouTube aka-ukalar, tanish bilish hamma kasa aynar yaxshilarimiz, yoshlarimiz, dinlarimiz sog'lom. Mana bu Moskva deydi bu yerda. Moskva. Kecha keldim. Cheres O'zbekiston bilet olgan edim. Toshkentdan Jkovskiga. Keldim, ben bugün telefonu çaktım, internet işleyaptı. Ağay tanış bilish ko'p bir telefon qilib, сообщение yozib WhatsApp'dan qanday o'tding, granisiya qanday deb so'raganlar rosa ko'p bo'ldi. Shuni hammasiga atib berishga ondan shu YouTube'ga bir video qilib chiqarib taylayman, boshqalarga ham kerak ekan значит deb shu qarorga keldim. Granisiya tinch Toshkentdan men Toshkentdan nega uchdim? Jkovskiga uchdim. Yana nima aytyapman? Bir samolyot biz tushdik keldi, bir samolyot Tayson aka tushgan ekan bizdan oldin, hammasi turgan ekan shu 8 soat bo'ldi deydi. 8 soat bo'ldi deydi, turimiz deydi. Biz ham kirdik, O'zbekistonlar shipillatib o'tkazib berdi. O'zimizning xalqda pasportlar jiyib tamojaga olib qo'yadi ekan. Tevali jiyib 20 ta 30 ta pasportni jiyib ichkariga olib tekshiradi. Keyin qaytarib bir 5 soat, 6 soat, 7 soat apkelatda tarqatib beradi. Agar narishini qilmasangiz, yani u yani bilmadim men qanday nimadan birintaga aytgan yo'q sabab, misol qaytarsa ham aytmaydi sababini, aytmaydi ekan. Shutib nima qildi? Pasportni tekshiradi ekan, olib kelib beradi. Yana tamojadan yana qaytadan o'tasiz, borasiz, pasportni so'rab yotmaydi ekan chiqarlash. Pasportni meni uradi, pechatni uradi, qo'yib berib beradi. Kimning narishasi bo'lsa qaytaradi u yerda. Bilmayman, qaytarganini ham ko'rgan yo'qman. Bir bachadan so'rabim, shu qaytargan dedi, bir kunda qaytaribdi dedi. Sababini aytmaydi. Nima sababdan qaytargan, nimaga? Shundayin aytib qo'yayin dedim-da, shu telefon biznikini tekshirgan yo'q. Telefon tekshirish boshqalarnikini tekshirgan ekan, bizdan oldin borganlarnikini bir 10 tami, 15 tami bachanikini tekshirib, biz tushgan paytimiz aeroportga kirdik, telefonini men qo'shib pasportini berib jatib chaqirib, значит tekshiribdi. Yana bir bacha aytdi, biz bir kun olmay ketgan edi. O'tgan ekan shu yerdan aytdi, bizni dedi, Balandga ikkinchi etajga dedi, bir 20 ta bachani olib bordi, shuning ichidan bir 10 nechtasini tekshirdi dedi. Kamera aytdi, bir ekonni dedi, tekshirib yana javob berib berdi dedi, tekshirmay qolganlar dedi. Men telefon tekshirgan yo'q. Men ham ko'p narsani galqibtalab perejovat qilib jatibim, hech kim tekshirmadi. Xudoga shukr. Bu yerda 10 cha odam bor, har bir telefonni tekshirsa, u ko'p vaqt ketib qoladi. Shu etib shunday gaplar. Moskvaga kun chiqqan, oftobni jalqillab turib kun chiqqan. Qor yo'q, ranjada. Hamma o'zining ishi, o'z ishimen o'zi avara, biroman biror ishi yo'q. Park. Aynar nerede kayfini sürüp yuribdi. Issiqmi. Pagoda zo'r. Tashqarida ham, ichkarida ham ishlasa bo'ladi.